Keyin esa ishlab topgan pullarni kartalarga yechib olishingiz mumkin. Bugungi videoda biz sizlar bilan internetdagi saytlar yordamida mikrotasklarni bajarib, yoki video ko'rish yoki boshqa shartlarni bajarish yordamida pul ishlash mumkinmi yoki yo'qligini tekshirib ko'ramiz. Birinchi bo'lib Google ga GrabPoints deb yozamiz va mana shu chiqqan birinchi saytga kirib olamiz. Kirganimizdan so'ng ro'yxatdan o'tish jarayonida xolasizlar Google, Facebook yoki email orqali ro'yxatdan o'tib olasizlar. O'tganingizdan so'ng ekraningizda ko'rib turgan barcha yo'nalish orqali 12 ming atrofida ishlashingiz mumkin bitta vazifani bajargan holda. Mana shu joyda eng muhim narsani aytib o'tishim shart. Sizlarga ko'rsatayotgan saytlarim yoki umuman onlayn pul ishlashga qiziqasizlar yoki keyinchalik reja qilayotgan bo'lsangiz, ingliz tilini bilish sizlarga juda ham katta ustunlik beradi o'rtoqlar. Sizlar uydan chiqmagan holda Telegramda AI ustozi, ya'ni sun'iy intellekt yordamida ingliz tilini sifatli ta'lim asosida o'rganishingiz mumkin. Profilimga kirsanglar, King Academy'ni atmetga qilib qo'yganman. O'sha akademiyaga kirib bemalol ingliz tilini o'rganishingiz mumkin. Keyin esa ishlab topgan pullarni Visa orqali yechib olishingiz mumkin. Minimal $3, maksimal $200 hisoblanadi. Keyingi videolarimni o'tkazib yubormaslik uchun albatta obuna bo'lib, like bosib qo'yishni unutmang.